Buyrak bilan shug'ullanadigan doktor bormi? Ha, buyrak bilan shug'ullanadigan doktorlar bor. Ikkinchi qavatda nevrolog bor. Ular bilan yonma-yon xonada urolog bor. Keyin transplantolog jarrohimiz ham bor. Faqat sizga hozir qaysi biri kerak? Men bilmadim. Yaxshisi, men dadam bilan maslahatlashib chiqay, keyin ko'ramiz. Tavba, dadasidan nega so'raydi? Zumrad, qayoqqa ketyapsan? Uyga? Nega o'zi? Hozir kelding-ku. Ishlamaysanmi? Yo, dadamga qarashim kerak. Ahvollari yaxshimi? Haligi dorilarni nima qilding? Yaxshilar, Xudoga shukr. Hozir endi borib dorilarni olaman. Pul topdim. Rostdanmi? Qayoqdan? Bir yaxshi inson yordam berdi, baraka topsinlar. Bo'pti, Komil, keyin gaplasharmiz. Bo'pti. Kim pul berdi ekan-a? Jin ursin. Shu yordamni men qila olmadim. Ish qilib, kimdir boshini aylantirib olmasa bo'ldi. Ha, yo'q, jinnimisan? Zumrad pulga uchadigan qizmas-u? Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Ke Shohruh, yaxshimisan? Yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Ha, yo'q. Nega bezovta qilasan? Mani ishxonamga hech kelmasding. Qanaqa shamol uchildi? Bir maslahatli gap bor edi. Xo'sh. O'zi, meni ham senda bir maslahatli gapim bor. O'zi qo'ng'iroq qilsammikin deb turdim. Yaxshi kelding. Yo'q, xo'p, quloqim sizda. Yo'q. Oldin sen gapir. Nima demoqchi eding? Sizdan maslahat so'ragani kelgandim. Menga buyrak bo'yicha doktor kerak edi. Buyrak bo'yicha? Ha. Nima, buyraging og'riyaptimi? Yo'q. Meni hech qayerim og'rimayapti. Ha, unaqada. Nega doktor kerak? Bir tanishimni buyragida muammosi bor ekan. Shunga so'rayotgandim. Ha, shunaqa degin. Odam qo'rqitib olding. Xo'sh, qani aytchi, nima bo'lgan ekan? Xullas, bitta buyragi qurib ketibdi. Ikkinchisi 50% ishlayapti ekan. Ahvoli og'ir deyishyapti ekan. Agar aytganingdek bo'lsa, bu rostdan ham jiddiy masala. To'xtachi. Alo. Labba Ikrom aka. Ha, Yusuf Tursunovich. Iltimos, meni xonamga bir tushib keting. Xo'p, hozir. Xo'p. Hozir mutaxassisni chaqirdim. Yaxshi. Ha, dada, sizni nima gapingiz bor edi menda? Manimi? Men sen bilan Shirin haqida gaplashmoqchi edim. Ha, o'g'lim, kelganmiding? Tezroq kelgan deb qayta xabar jo'natdingiz, lekin uyga kelsam o'zingiz yo'qsiz. O'lsin, anu dugonam bilasan-u, gapi ko'payib ketdi yana ham. Nima bo'ldi? Ikrom aka bilan gaplashdingmi? Yo'q. Nimasini ham gaplashaman, o'zi hammasi hal bo'lgan bo'lsa. Shirin bilan-chi? Shirin bilan, lekin avval sen gaplash. Bugun shundoq ham Shirinning oldiga borishim kerak. Menga qara, yaxshisi o'zini uyiga chaqira qol. Oyi, uni uyiga chaqirsam baribir kelmaydi, bahona qiladi. Yaxshisi uni oldiga borib, bafurja gaplashib olganimiz ma'qul. Ehtiyot bo'lgin-da. Yana ularni ko'ziga ko'rinib yurmagin. Bu yoqdan xavotir olmang. Xo'sh, nima qilamiz? Nima qilamiz? Axir aytdim-ku, Shirin bilan gaplashib kelaman. Nima qilamiz? Rozi bo'lamizmi? Axir ertalabdan beri nimani gaplashyapmiz? Menga hamma shu bo'layotgan ishlar nimagadir g'alati tuyulyapti. Xo'p, ayting g'alati. Bilmadim. Ikrom dabdurust singlaman deb turgani salgina shubhali tuyulmayaptimi senga ham? Yo'q, oyi, shubhali ko'ringani yo'q. Birinchidan, Shirin bilan biz aslida kim ekanligimizni u bilmaydi. Hozircha faqat biladi. Bu gaping ham to'g'ri. Men darga rozi bo'lib, xo'p deyishimiz ham g'alatiroqda. Nimaga darrov rozi bo'lasiz? Avvaliga Shirin bilan akam uchrashsin, gaplashsin. Ana undan keyin sovchi jo'natishadi.
Mana shu oralig'ida bo'lsa ancha vaqt o'tib ketadi. Biz ikkimiz o'zimiz uchun hal qilib qo'yaveraylik. Xo'p, singlingni Shohruxga erga berib, nimani reja qil? Shohruh, sen Shirin bilan gaplashdingmi? Yo'q hali. Nimani kutib yuribsan? Dada, bunga hali imkonim bo'lmadi-ku. Qanaqasiga imkon bo'lmaydi? Bitta uyda tursalaring, har kuni bir-biring bilan ko'rishsalaring. Sapsanlar. Lekin chiroyli muomalasini qilsang bo'ladi-yu. Keyin uni ustiga qizni gapdan xabar. Dada, shu uyimizda yurgani uchun ham noqulay bo'lyapti-da. Xo'p, bo'lmasam ko'chaga taklif qil, biror joyga olib bor, restorangami, biror bir kafegami. Men shuni ham o'rgatishim kerakmi senga bolam? Xo'p, gaplashib ko'raman. Lekin darrov o'ziga aytganingiz biroz noto'g'ri bo'ptimikan deyman-da. Yaxshisi, oldin o'zim bir gaplashib ko'rsam bo'larmidi? Qo'ysangchi o'g'lim. Men senga aytayapman-ku, tuppa-tuzuk qiz. Agar uni orqasidan birortasi kelgan bo'lganda, yov haqida yomon gap chiqqanda, men bilgan bo'lardim. Men ishxonadagi hamma hamshiralardan, doktorlardan u haqida so'rab surishtirdim. Birorta odam u haqida yomon gapirgani yo'q. Uni hamma maqtayapti. Keyin bugun akasi keluvdi, akasi bilan ham gaplashdim. Akasi? Nima ularni uyigacha bordingizmi? Yo'q, uni akasi bizning ishxonada ishlar ekan. Yo'q-e? Qiziq. Buni men o'zim ham yaqinda bilib qoldim. Keyin bilasanmi, akasi ham yo'q degani yo'q. Sen tezroq harakatingni qil. Qizni ko'nglini ol. Hey bola, tushundingmi? Xo'p. Bu boshqa gap. Inson sevish kerak. Ilani borliqni sevish kerak. Keyin umr yo'ldosh. Sevgi shunday narsaki, ertalab ko'zingni ochishing bilan uni o'ylaysan. Tunda ko'zingni yumishing bilan yana uni visolini xayol surasan. Kuni bilan uni yonida bo'lsang ham hech qachon unga to'y bo'lmaydi. Ba'zida uni yonida turib ham sog'inasan. Sevgan insoning sen uchun dunyodagi eng chiroyli, eng aqlli, eng mukammal inson bo'lib ko'rinaveradi. Sevgida o'zi 3 qoida bor. Sevgi, qadr va ishonch. Mana shu narsalarni bajara olsang, sen o'zingni ham, yoringni ham baxtli qila olasan. O'z juft halolini sevib qolgan insonlargina dunyodagi eng baxtli insonlar hisoblanadi. Ha, Akbar, namuncha xursandsiz? Men baxtliman. Chunki Samira bor. Akbar, ayolingizni shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Ha. Men Samirani sevaman. Yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi qizim. Men siz zerikib qolmadingizmi? Ochig'i, biroz zerikdim. Qayerga borib kelding? Aytmay chiqib ketding. Dorixonaga bordim. Keyin do'konga kirdim. Dorixonaga? Yana dori oldingmi? Dori emas, dorilar oldim. Mana. Muncha ko'p. Doktor yozib bergan hamma dorini oldim. Esing joyidan bolam. Nega olasan? Men senga nima degan edim?
Dada, bugundan boshlab umuman sizni eshitmayman. Siz hamma muolajalarni olasiz. Hammasini qilamiz. Lekin qizim, pulni qayerdan olding? Yana qarz oldingmi? O'zimning yengu bog'ini surishtirmang. Siz bularni o'ylamang, dada. Siz yaxshisi sog'lig'ingizni o'ylang. Tezroq tuzalib oyoqqa turishingizni. Keyin meni erga berib qutulishingiz haqida o'ylang. Yengu bog'ini surishtirmang. Siz bularni o'ylamang, dada. Siz yaxshisi sog'lig'ingizni o'ylang. Tezroq tuzalib oyoqqa turishingizni. Keyin meni erga berib qutulishingiz haqida o'ylang. Qizim, meni deb qarzga botma. Nega tushunmaysan? Menga noqulay bo'lyapti. Bo'ldi. Sizni boshqa eshitmayman. Davolanasiz vassalom. Gapirganingizni foydasi yo'q. Hozir choy damlab chiqaman. Birga o'tirib choy ichamiz. Anvar! Anvar! Hola, bey dada. Nima qilyapsan? O'ynayapman. Onang kelmadimi hali? Yo'q, kelmadilar. Ko'chaga chiqmagan, tushundingmi? Xo'p, dada. Siz ham men bilan o'ynang. Vaqtim borman, bor, o'z asam buzilib yotibdi. Xo'p. Bilma asabga tegmasdan bu. Ha, kuyov? Nima gap? Tinchlikmi? Ha, tinch oyijon. Asabiylashib kimga qo'ng'iroq qilyapsiz? Kimga bo'ladi? O'sha qizingizga-da. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Sal avval ishxonasidan qo'ng'iroq qilishgandi. Kasod bo'ldikmi deydimi? Bir gapirib chiqib qilsam telefonni ko'tarmayapti. Voy o'lmasam. Kasod bilmayman-da shuni. Menga ham aytmadi-da. Yoningizda qo'ng'iroq qilishgan ekan. Nima bo'lganini darrov so'ramaysizmi? So'radim. Shoshib chiqib ketdi-da. Voy, shoshib chiqib ketdi demasdan. Qo'shilib borsangiz bo'lmaydimi? Qanaqa erkaksiz? Tavba. Qanaqa erkaksiz deydimi? Rostdan ham xato bo'ldimi deymanda shu uyga ko'chib kelishim. Doktorning gaplarini eshitding. Ha. Bu kasallik bilan hazillashib bo'lmaydi. Agar holat rostdan ham sen aytganchalik bo'lsa, tanishingning ahvoli og'ir. Ishqilib, doktor oshirib. Yo'q, u hali ham mendan qo'rqdi-yu, sen yo'li qilib tushundi. Tushundim. Men qara. Bu kasalda o'tganing qaysi o'rtog'ing men taniymanmi? Yo'q, siz ko'rmagansiz, tanimaysiz. Davolanishga imkoniyatlari bormi? Sharoiti qanaqa? To'g'risi, biroz sharoiti yo'qroq. Shunga biror yo'lini topib yordam bersaymikin degandim. Shunaqa degin. Bilmadim, lekin nima bo'lsa ham tezroq harakatini qilmasa bo'lmaydi. Bilmadim. Oshna oilalaring bilan pul tashlashib yordam qillaring. Xo'p, shunaqa qilamiz. Agar imkoniyati bo'lmasa, mayli, bizni shifoxonaga olib kel. Mhm. Qarab turmaymiz. Biz ham qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Xo'p. Ha. Mabodo puli yetmasa, menga aytaver. Men yordam qilaman. Xo'p. Rahmat. Mayli. Sen tezroq borib gaplash. Xo'p. Bo'pti. Yaxshi qoling. Alo. Uxlayapsanmi sen? Ha, kim bu? Voy, sen yaramas, ishga bormasdan qayerda yotibsan? Voy. Oyi? Qanaqa oyi? Men mashhur opayman. Ha, mashhur opa, tuzumsiz. Baqirganingizga oyimmi deb o'ylabman. Oyingni ham kuydirib ado qilgan bo'lsang kerak. Yo'q, nega unaqa deysiz? Qayerdasan? Ishda. Ishda bo'la turib qanday uxlab yotibsan?
Mashinada o'tirib ko'zim ilinib qopti-da. Kuni bo'yi mashinada o'tiribman, opa. Hushyor turmaysanmi, ahmoq? Men aytgan ish nima bo'ldi? Qanaqa ish? Bergan narsamni aytyapman senga. Yo'q, hali qo'ya olmadim. Nega qo'ya olmaysan? Uxlab yotmasdan shuni bajarsang bo'lmaydimi? Ichkariga kirish muammo bo'lyapti-da, opa. O'zi nimaga kerak shu? Nimagaligi seni ishing umuman bo'lmasin. Hozir qayerda turibdi? Shu mashinada turib. Agar Ikrom uni seni mashinangda ko'rsa, kallang ketadi. Opa, vohma qilmasangiz-chi? Nima u? Bilan umuman ishing bo'lmasin. Undan ko'ra tez-tez ishingni bajar. Xo'p, harakat qilaman. Ahmoq, kuppa-kunduz uxlab yotishga nima bor ekan? Kunam rosa qizityapti. Ichkariga kirib suv so'rasammikin-a? Ko'rsa, gap eshitaman. Borma. Romeo? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing tuzumsan? Rahmat. Bo'ladi. Yurimizda har doimgidek. Mahallani nazorat qilib-a? Hada. O'zi endi nima gap? Sevgilingni topdingmi? Ha. Bugun uchrashdik. Rostdan. Aytdim og'zing qulog'ingda deb. Xo'sh, nima bo'ldi? Aytarli hech nima bo'lgani yo'q. Nima? Gapirsang-chi. Oshna, gapiradigan gapni o'zi yo'q. Odamga o'xshab bunday bir gaplashib oldingmi? Qachon sovchilikka borasan? Men onam bilan gaplashib qo'yganman. Nimani gaplashgansan? Shu, sovchilikka birga boramiz qo'shilib. Rahmat og'ayni. Arzimaydi. Xo'p, endi gapirchi. Nima qildinglar? Biror joyga ovqatlangani bordinglarmi? Qanaqa ovqatlanish? Biroz tortishib qoldik. Keyin ishigacha kuzatib qo'ydim. Xudoga shukr. Endi boshimni og'ritmaysanmi? Yana kelib qolar uyga. Nima? Nima? Uyga kelganini nima qilasan sen? Telefon raqamini olmadingmi? Gapirsang-chi, nega jim bo'lib qolding? Yo'q, olganim yo'q. Jinnimisan? Nega olmaysan, Endi bermadi, qanaqa bo'laman? Abba. Sen u qizga uylanaman deb yuribsan. Hali lekin o'zini xabari yo'q. Yo'q, o'zini xabari bor. Lekin darrov rozi bo'lib qolmaydi-yu. Xo'p, rozi bo'lmasin. Lekin doim bunday qidirib yurmaysan-ku. Sen bo'lsa uni telefon raqamini ham ola olmayapsan-da. Endi oshna. Yaxshi qiz telefon raqamini bittada berib yormaydi-yu. Kimdir bormi? Samira? Samira? Voy opa. Namuncha eshitmaysizlar? Qalaysan? Men ichkarida edim, xizmatchilar qaramabdi-da. Voy, hali sizda xizmatchi ham bormi? Nima qilyapsiz bu yerda, opa? Avval yaxshilab ko'rish, singlim. Yaxshimisiz? Ko'rishdik-ku. Ha, kecha ko'rishdik. Lekin sen ketib qopsan-a? Shunaqa bo'lib qoldi-da, opa. Sizni uyg'otib yurmayman, u yerda. O'zi. Sekiro. O'sha bir gapiryapman. Opa. Nima janjal qilishga keldingizmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Opa, qo'ysangiz-chi. Nima ham qayib turibsan? Uyingga taklif qilmaysanmi? Tinchlikmi ishqilim? Seni ko'rgani keldim, maylimi? Ha, mayli-yu, lekin mayli, yuring. Yo'l boshla. Tavba, sen qizga nima bo'lyapti? Pulni cho'q ekanmi? Ha, endi kullisib ketdi. Talabalar viloyatiga qaytib ketgan. Baribir ancha odam tortiladi, og'ayni. Anvar qani? Anvar aka bugun ishga chiqmadilar. Nimaga? U
Kim biladi? Telefonni ham ko'tarmadilar. Gapirgani berasanmi? Uzr aka. Ishqilib. Yana chekib yurgani yo'qmi? Yo'q, unchaligiga bormas. O'zi yaqinda muammo bo'ldi-ku. Uni bilaman. Xumori tutsa o'zini to'xtata olmaydi. Ha, menimcha chekkanlar. Shuning uchun sizdan qo'rqib kelmagan. O'tgan safar ishdan haydayman dedingiz-ku. Xonada odam bormi? Ha, bor. Unda nega bu baqiryapti? Ey, gapga aralashmasdan turgin. Xo'p, bo'ldi aka. O'zi oldingi hamma ahmoqlarni yig'ib olgansan-a? Bunaqada ish bo'ladimi? Shu o'zi almashtirishim kerak hammasini o'zi bitta. Qara, Farruh. Juma va shanba kunlardagi savdoga tegmaysan. Xo'pmi? Tinchlikmi? Tinchlik. Ehsonga ishlaymiz. Operatsiyasiga pul. Yaxshi, tushundim. Bo'ldi. Men uyga ketdim endi. Menga qara. Ana unga tushuntirib qo'y. Mijozlar bor paytida har xil gaplarni gapirib baqirib yurmasin. Xo'p, og'ayni. Mayli. Bo'pti, tushundim. Mayli xo'jayin, yaxshi boring. Mayli, yaxshi qol. Ey, nima baqirasan? Telbamisan? Uzr, xo'p aka. Qizim. Go'sham oldingmi? Ha, dada, hamma narsa oldim. Endi ayta qol. Pulni qayerdan olding? Topdim-da, dada, qo'ysangiz-chi. Men bunaqangi yurishingni xohlamayman. Qanaqa yuribman? Mana shunaqangi pulni qayerdan olganingni aytmayapsan. Axir men xavotir olaman, qizim. Siz menga ishonmayapsizmi? Ishonaman. berdi. Mayli, aytaman. Da bo'lsa, bir boy odamning nogiron o'g'li bordi. O'shaning o'g'liga spektakl qo'yib keldi degandim. O'sha odamlar yordam beryapti. Joyga tushdim endi. Qizim. Baribir. Shu pullarni olma. Bolam. Birovdan qarz bo'lish nimaligini sen hali bilmaysan. Dada, ularni o'zini farzandi ham kasal. O'shaning uchun bemorlik nimaligini juda yaxshi tushunishadi. O'zlari bilib qolib yordam berishmoqchi. Xavotir olmang, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hali qizingiz katta aktrisa bo'lib ketganda, unaqa boylarni 10 tasi bilan pul bo'yicha gaplashadigan bo'ladi. Ha, aytgancha, hali operatsiyangizga ham pul topilib qolishi mumkin. Uni ham eplasak, hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz, dada. Ilohim, qizim, ilohim. Ovqat oling endi, dada. Nima? Uyda hech kim yo'qmi? Qaynona qaynotang qayerda? Ular yo'q edilar. Tushunmadim. Nima? Uyga mehmon kelsa, qaynonang chiqmaydimi? Uni ustiga quda tomon kelgan bo'lsa, ular uxlayaptilar, opa. Shunaqami? Kuppa kunduzi-ya? Shunaqa. To'g'risini ayt. Qaynonangni men bilan uchrashtirishga qo'rqyapsan-a? Meni gapirib qo'yadi deb cho'chiyapsan. Unaqa emas, opa. Bo'lmasa kuppa kunduzi uxlaydimi odam? Sog'lom odam-a? Sog'lig'i joyidami o'zi? Hammasi joyida, kasal emas. Choy olib keldim. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Rahmat. Nima ovqat tayyorlab qo'yay, xonim? Ovqat shart emas. Birozdan keyin men sizga o'zim yetib boraman. Xo'p bo'ladi. Ovqat yemaydi. Ko'p o'tirmasin, tezroq ketadi demading-da? Turib hozir keta qolay unda. Opa. Qo'ysiz-chi.
Unda nimaga sen ham odamni kelganiga pushaymon qildirasan? Tavba, mehmonga ham shunaqa muomala qiladimi? Sendan ko'ra xizmatkoring menga chiroyli muomala qildi-ya? Xo'p, opa, uzr. Noto'g'ri tushunmang. Shunchaki janjallardan charchaganman. Ha, istamayapman qaynonam bilan gaplashishingizni. O'zi gaplashadigan gapim yo'q ular bilan. Undan ko'ra o'zimiz mazza qilib gaplashib o'tiramiz. Kecha chala qolgan gaplarni gaplashamiz. Chala qolgan degin, xonim. To'pa. Men kelin bo'lib borganimda kuchukdek xizmatni qilganman. Qaynonamlar xonim bo'libsan-a? Yaramas qiz. Dadasi? Ha? Yaxshimisiz? Yaxshi. Choy damlab kelaymi? Ichmayman. Dadasi, qizingizga bir qo'ng'iroq qilib ko'ring. Qo'y xotin, yana qo'ng'iroq qilib nima demoqchisan? Tinch qo'y shu bechorani. Voy Samiraga emas, Feruzaga qo'ng'iroq qiling. Feruzaga? Ha. Nima u uyda emasmi? Yo'q. Biroz avval shoshib chiqib ketgan ekan. Hozir kuyovingiz g'alati gaplarni gapiryapti. Qo'ng'iroq qilingchi bilaylik. Qanaqa gap? Feruza bo'libdi. Ishxonasidan qo'ng'iroq bo'libdi. Shunga shoshilib ketibdi. Bankrot bo'libdi? Ha? Shunaqa dedi. Jindiroq emasmi u kuyoving? Ha, xo'p, qizing bank bo'lsa, kuyoving nega bemalol o'tiribdi? Men ham shuni gapirdim unga. Yo, tavba, shu kuyovni ham zo'rini topgansan-da. Men topibmanmi? Nima bo'lsa men aybdorman-a? Undan ko'ra Feruzaga qo'ng'iroq qiling, xavotir olyapman, dadasi. Endi shu yetmay turuvdi. Javob bermayapti. Aniq nimadir bo'lgan, dadasi. Qizingizni bunaqa odati yo'q edi. Siz qo'ng'iroq qilsangiz darrov ko'tarardi. Ko'tarmasa ham darrov qaytib chiqardi. Mana qilmayapti-ku. Voy, baraka top-ko'r. Hozir telefon qildik-ku. Ha, kuyov. Feruza ketgandan beri qo'ng'iroq qilyapman deydi, ko'tarmayotganmish. Bu yerda nechta xizmatchi bor o'zi? Atigi bir dona. Keyin u kishining erlari bor. Yana bitta haydovchi ham bor. Bor yo'g'i shu. Bor yo'g'i shu? Uyingda 3 ta xizmatchi bor ekan. Sen bo'lsan. Sen ish qilib mana shu dang'illama uylarga, xizmatkorlarga qona hayot baxtingni almashtirib yubormadingmi? Bilasan, istasang hozirroq men bilan chiqib ketishing mumkin. Kerak emas, opa. Nega kerak emas? Siz bilan necha marta gaplashdik bu mavzuni? Yana qayta aytaveraymi? Men bir qarorga kelib bo'lganman. Sog'lom odam bunaqa qilmaydi-da. Yoki seni kimdir majburlayaptimi? Men o'zim tanlaganman shu hayotni. Dadam uchun. Dadam uchun? Nima? Hozir uyga ketsang, mana shu odamlar dadamga nimadir qila oladi deb o'ylaysanmi? Yo'q, hech narsa qilmaydi. Lekin dadamni lafzi buziladi. Buzilsa buzilsin. Opa, gapingizni o'ylab gapiring. Dadam haqida gapiryapsiz. Xo'p, dadam haqida gapiryapman. Lekin xatoni o'zlari qilganlar. Dadam qanaqa fikrlar ekan deb bu yerda bir umr baxtsiz o'tmaysan-u? O'taman. Men o'taman. Bo'ldi qil. Bir kun kelib afsus qilasan hali. Lekin unda kech bo'ladi. Opa, bo'ldi qiling. Hech bo'lmasa hozir shu haqida gaplashmaylik.
Samira, Akbar aka, senga guloh keldim. Buni o'zim terdim. Va qayerda oldingiz? hovlida. Biz Akbar bilan tashqarida sayr qildik. Gullarni beribsiz-ku Samiraga. To'xtang, martib qo'yaman. Bo'ldi. Opa. Zo'r ko'rmoqman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hovliga tez bo'l. Yur bu yoq. Hozir. Bu nima ahvol? Tavba, astag'firulloh. Opa, vahma qo'rmang. Nimaga vahima qilmayman? Sen uni turishini ko'rdingmi? Qo'rqib ketdim axir. Nimaga qo'rqasiz? Akbar aka yosh boladek beozor insonlar. Yosh boladek beozor? Bu turishidan hayvonga o'xshaydi. Tavba. Opa. Nima opa? To'g'risida? Sen shu nogiron bilan yashab yurmoqchimisan endi? Ha? Iltimos, sizdan sekinroq gapiring, u bu kim eshitib qolsa nima bo'ladi? Eshitsa eshitaversin. Nima qilay endi men? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Shohrux aka? Yaxshi, rahmat. Xush kelibsiz, opa. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaramas pastkash so'tak. Hammasiga mana shu aybdor. Erkak bo'lmay o'l. Kimni gapiryapsiz, opa? Mana bu kirib ketgan surbetkada. Opa, nima bo'lyapti sizga? Nima endi ko'rgan odamingizni haqorat qilaverasizmi? Chunki bu uy to'la yolg'onchilar. Yaramaslar yashaydi bu uyda, tushundingmi? Sen ham gapirsam og'zimga urib asabimga tegasan. Mana shu isqirt o'zicha kuyov bo'lib bormaganda uyimizga. Biz bu ahvolga tushmagan bo'lardik, aldanmagan bo'lardik. Hozir bu holatda o'tirsang sen ham. Hammasiga mana shu so'tak aybdor. Bunday ekan umuman. Bu nima deganing? Qanaqasiga aybdor bo'lmaydi? Dadam istaganlar bu narsani. Boshqa hech kimni bunday aybdor qilib bo'lmaydi, opa. Na Shohrux akani, na Akbar akani. Sen qiz esingni yeb qo'yibsan. Men tushunmayapman. Qanaqa qilib shuncha kuch to'playapsan sen bu uyda? Qanaqa qilib asablaring chidayapti bu uyda, ha? Yoki nima? O'sha majruhni sevib qoldingmi? Yo'q, opa, sevmayman. Ko'nglim boshqasida bo'lsa ham chidab yashayapman. Menga ham oson emas bunaqa yashash. Endi qiynur. Siz kelib dardimga dalda berasizmi desam, ya o'lab yotibsiz. Mayli, men choy damlab kelay. Oyi. Bola. Men ketyapman. Qayerga? Yana ishga qaytib borasanmi? Yo'q, bugun ishga emas. To'g'risi, uyda zerikib ketdim. Shunchaki aylangani chiqmoqchiman. Bu qanaqasi o'g'lim? Men bunaqa bekorchi, dangasa bola tarbiya qilmagandim. Kim daydilabdi oyi? Qiziq gapirasiz a? Bemaqsad ko'chaga chiqish. Oyi, maqsadim bor. Bir ikkita joyga o'tishim kerak xolos. Shirin oldigacha bormaysanmi? U bilan gaplashishing kerak edi. Xo'p, oyi, uni ham yoniga boraman. Lekin oyi, u bilan o'zingiz bafurja gaplashib olganingiz yaxshi emasmi? Menga erkalik qilishda. Hammasini tushuntir. 1-2 kun hazm qilsin. Darrov rozi bo'lishini kutmagin. Agar shunda ham yosh bolalik qilib qaysarlik qiladigan bo'lsa, o'zim boshqachasiga gaplashib qo'yaman. Sizni tushundim. Xo'p, unda ruxsat bersangiz men ketsam. Amin. Ehtiyot bo'lgin. Alloh o'z panohida asrasin. Allohu akbar. Mayli, yaxshi o'tiring. Yaxshi bor.
Dadasi. Ha, kuyov? Dadajon, chaqirtirgan ekansiz. Chaqiruvdim, nima, baytmadingiz? Bezovta qildimmi? Yo'q ey dada, nega band bo'laman? Men nima ham qilardim dadajon? Nima gap o'zi dadajon? Ha, nima gapligini sizdan so'rashim kerak. Feruzani bankrot bo'ldi deyapsiz. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Shunaqaga o'xshaydi? Menga shunaqa dedi-da. Ha, bo'lmasa nimaga ishshayib, bemalol yuribsiz? Yo'q ey. Ochig'ini aytsam, o'zim ham hali unaqa ishonganim yo'q. Nega? Bilmadim. Balki meni aldab ketib qoldimi ekan? Sizni aldab qayoqqa ketadi? Shunday endi ishga ketganda janjaldan qochibdi-da. Nima? Janjal qildingizmi? Yo'q ey dada, qo'shishchi. Men nega janjal qilaman? Meni oldimda kimdir qo'ng'iroq qilib qoldi. Keyin menga bankrot bo'ldim deb chiqib ketdi. Hozir qo'ng'iroq qilsam ko'tarmayapti. Boshqa narsani bilmayman. Xotiningiz qayerda? Nima ahvolda yurganini ham bilmaysizmi? Ispi. Hovlida ham odam bor. Yo, sekingina kirib o'tib ketsammikin-a? Kirib olib qayoqqa boraman? Ichkarida ham odam bordir. Tavba, bu hovlida doim odam to'la bo'lar ekanda. Bunaqada qanday qilib uni ichkariga qo'yib chiqaman-a? Oy. Voy aka, qo'rqitib yordingiz-ku. Yo'talib kelmaysizmi? Men-ku yo'talib kelarman. Sen nimaga poylayapsan birovni uyini? Nega? O'zim ishlayman shu yerda. Hop. Nimaga poylayapsan? Agar ishlaysang, ha? Odamga o'xshab taqillatib yoki bunday eshikdan kirsang bo'lmaydimi? Voy yaramas. Bu nima qilganing? Nima qildim aka? Uyatsiz. Hayo, or bormi senda? Qanaqa erkaksan, ha? Nimaga nafsonatimga tegyapsiz? Nima qildim men sizga? Samira. Befayz hovli ekan-a? Opa, yana boshladingizmi? Tushunmayapsan sen. Qanaqadir zerikarlimi? Yo'q, opa, adashasiz. Bu hovli tinch, sokin. Shuning uchun ham sizga zerikarli tuyulyapti. Gapni ham boplaysizda. Ahmoq. Endi nima? Kelinga ko'z olaytiryapsanmi? Nima? Ha? Siz joydanmi, Valijon aka? Oshira oryapsiz lekin aka. Nimaga bo'lmasa kelinni poylab turibsan? Ha? Aka, menga qara. Keliningiz poylaganim yo'q. O'zi keliniz qaysi biri bilmayman, tanimayman ham. Men shunchaki ichkariga kirsammi, yo'qmi deb turdim. Men qasam ichaman aka, ayollarga qaraganim yo'q. Qaramagan bo'lsang, ikkita ayol borligini qayerdan bilasan? Ha? Aka, qaraganimdan keyin bilaman-da. Aka, yoqamni qo'yib yuboring. Menga qara. Xudoyim, nima bo'ldi? Ko'zingni o'yib olaman bola. Tushundingmi? Uzr, kelin. Bemalol o'tiraveringlar. Bu men. Iymoning bormi o'zi? Ha? Sen qanaqa erkaksan? Aka, bo'ldi qiling. Jonimga ham tegib ketdingiz. Indamasam boshimga chiqib olyapsiz. Qo'lingizni umuman ko'tarmang menga. Bola. Qo'l ko'tarish ham gapmi? Hozir mayib qilaman seni. Tushundingmi? Aka, o'zingizdan ketmang. Yoshingizni hurmatini qilib turibman. Namuncha kelganimdan beri buqa qarash qilasiz? Yo, haydovchi bo'lib ishlamoqchimisiz? Ishlasangiz ishlang. Mayli, men bog'bon bo'laman. Nima? Bog'bon bo'laman? Bog'bon bo'lib, ichkariga kirib, ayollarni tomosha qilmoqchimisan? Ha? Bo'ldi qiling. Yopishurmang menga.
Siz joyidami o'zi? Nimaga faqat meni yomonligimni ko'rasiz? Men shunchaki ish kerak bo'lsa deb aytgandim. Tavba qildim. Qanaqa odamsiz o'zi? O bola, menga seni ishing kerak emas, bildingmi? Lekin sen ishdan ketasan. Shu bugunoq boshliq bilan gaplashaman. Aka, shoshmang. Gaplashib olaylik. Men sizga nima yomonlik qildim? Yoki nima? Yoshligingizda sevgan qizingizga Jamshid degan odam uylanib ketganmi? Nima? O, nima? Odamni qiynab yubordingiz-ku, aka. Axir qasam ichyapman, hech kimga qaramadim dedim. Uyga kirsammikin, yo'qmikin, o'ylanib turdim, xijolat bo'lib. Nega o'ylanasan? O, nimasini o'ylaysan, ha? Ha, o'ylayman-da, aka. O'tsam ham, qaytsam ham gapirasiz. Ovqat yesam ochofat deysiz. Odam qo'rqib qoldi-da. Menga qara, bola. Menga o'tmaydi, bilib qo'y. Baribir mani yerdan yo'q qilaman. Shu bugunoq. Ey Xudoyim. O'zingga ham, ishingga ham deb ketaverardim-ku. Opadan katta pul olib qo'yganman-da. Endi nima bo'ladi? Uyim tinch, sokin deganding, shumi? Opa, o'zi siz kelganingizdan beri tirnoqning uchidan ham kir qidiryapsiz. Shuning uchun ham shunaqa narsalar bo'lyapti. Ha, har doimgidek men aybdor, siz farishtasiz, shundaymi? Yoshligimizda ham shunaqa eding. Biror joy buzilsa ham men aybdor, sen bo'lsa doim quruq chiqarding. O'zingiz doim meni himoya qilib aybni bo'yningizga olib yurgansiz. Chunki seni yaxshi ko'rardim-da, yaramas. Hali ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham xavotirlanib hazm qila olmayapman bularni. Opa, yoning. Men o'zim ham dam bilan bir umriyatim yo'q. O'zimga yarasha rejalarim bor. Siz asabingizni buzmay qo'yavering. Menga ishoning bo'ldi. Soat necha bo'ldi o'zi? Voy xudoyim-ey, uydagilar 50 marta qo'ng'iroq qilishibdi. Nega vahma qilasiz? Jiringlamadi-yu. Ovozini o'chirib qo'ygandim-da. Voy, o'lay dadamam qo'ng'iroq qilibdilar-yu. Tinchlikmikan ish qilib qaytib qilingchi. Voy, meni befarosat erim-ey. Hammasini dadamga aytib bergan bo'lsalar kerak oyim bilan. Bu nima deganingiz, men aytadilar? Boya uydan bankrot bo'ldim deb chiqib ketgandim. Shuni jiddiy tushunib, pochchang uydagilarga aytib qo'ydimmi deyman-da. Nimaga bankrot bo'lasiz, tushunmadim. Bankrot bo'lganim yo'q. Pochchang bilan tortishib qo'ygandim. Shuni bahona qilib chiqib ketgandim-da. Bahonani ham boplabsiz-da, opa. Shuni ayt. Unda qo'ng'iroq qilib ayting. Dadam xavotir olib o'tirgandirlar. Shoshma, ishxonadan qo'ng'iroq qilishyapti. Opa, tez ishxonaga yetib kelmasangiz bo'lmaydi. Mollaringizni hammasi yonib ketdi. Nega? Hazillashmayapsanmi? Yo'q, nega hazillashaman? Tez yetib keling, opa. Voy xudoyim-ey. Hozir yetib boraman. Qo'ying-ey, birovni xotiniga qaramasa kerak. Unaqalarga farqi yo'q. Yo'q. Yaxshimisiz? Yo'q, men yomon ko'raman. Kim yomon ko'radi? Unaqa emas. Boya erimni aldadim deyotuvdilar. Yo, menga ham hasad qildilarmi? Akbar, ke, bo'ldi, ukajon, o'zingni bos, o'tirib gaplashib olaylik. Nima qiynayapti seni? Ke, o'tir. Jonimga tegdingiz deb jerkib bermadingmi? Men biror marta shunaqa qilganimni ko'rganmidingiz?